Assalomu alaykum azizlar. O'zbekiston hududidagi eng tezkor pochta bu BTS pochtasi. Pochtaga men ham ko'p zakaz berganman. Bu pochta tez 1-2 kun ichida pochtalarni o'z egalariga tezda olib kelib tarqatadi. Men ham BTS pochtasiga zakaz berdim. Yurtmamni chiqarib yuborishgandi, kechani o'zida chiqarib yuborishgandi. Mana bugun yetib keldi. Mana hozir men kirib BTS pochtasidan o'z pochtamni olaman. BTS pochtasi eng tezkor va ishonchli. Assalomu alaykum. Pochtam kelgan ekan. SMS keldi. 0121 15 49 26 24. Rasulov Sardorbek. Rahmat. Mana pochtamni oldim. BTS pochtasi tezkor va ishonchli. Azizlar, ichida nima bor deb o'ylaysiz? Men uchun eng kerakli narsa bor. Qiziqyapsizlarmi, ichida nima bor ekan? Men ham juda ham qiziqyapman. Ochib ko'rsataman sizlarga. Aslini olib qaraganda insonni xafa yoki xursand qiladigan, unga qayg'u yoki huzur baxsh etadigan narsa uning qiyosidir. Har qanday go'zallik yanada go'zalrog'i bilan solishtirilganda xunukroq, har qanday xursandchilik yanada ko'p shodlik bilan taqqoslanganda baxtiqarolik bo'lib tuyulaveradi. Konfutsiy deydi: ba'zilar baxtni yuksaklardan qidirishadi, ba'zilar esa pastdan. Holbuki baxt